Bismillahirrohmanirrohim. El-havariyuna yatlubuna ma'idatan minas sama. Havoriylar osmondan dasturxonni talab qilyaptilar. Amma al-havariyuna falam yakunu bimanzilatihi min as-sabri wal jaladi wat taqashshufi waz zahadati. Ammo havoriylarga keladigan bo'lsak, ya'ni Iso alayhisolamning atbolariga keladigan bo'lsak, ular sabrdan, bardoshlikdan, chidamlilikdan va zohidlikdan iborat Iso alayhisalomni o'rnida bo'lisha olmadi. Ya'ni Iso alayhisalomdaqa sabrga va mana bunaqa e, chidamlilikka va bardoshlikka va zohidlikka ular chidasha olmadi. Iso alayhisalomni u o'rnida bo'lisha olmadi. Va asabahum shay'un min zalika. Mana shundan bir narsa, bir musibat ularga yetdi. Fatalabu min sayyidina Isa an yas'alalloha an yunzila lahum ma'idatan minas sama'. يأكلون منها ويشبعون بعد جوع وينعمون بعد عناء. Va Sayyidimiz Iso alayhisalom Alloh taolodan ularga osmondan dasturxon tushirishligini talab qilishdi. Ya'ni ular havoriylar Iso alayhisalomga aytdiki, Alloh taolodan so'rang, bizga osmondan dasturxon tushirsin. Ya'kuluna minha, u dasturxondan ular yeydilar va ochlikdan keyin qorinlarini to'yg'izadilar va qiyinchilikdan keyin, degani qiyinchilik, mashaqqatdan keyin ne'matlanishadi. Ya'ni bir maza qilaylik deganda